otdim. Cadillac'mi dedilar. Yo'q, Cadillac emas, desam, yo'q, Cadillac brendini qo'yib qo'yishibdi-da, yopishtirib qo'yishganmi dedi. Oldi faralari bor-ku, svet o'chuv paytida uzoqdan tanish qiyin bo'ldi. Kia Sorentoni faceliftiga ham o'xshab ketdi. Oldin faralar. Ana o'chi, har xil bo'lar ekan. Uzoq cho'zmaymiz, navbatdagi avtomobilimiz Geely Atlas FX70 degani. Bozor, bozori chapqon. Wow. 2015 Chiroyli avtomobil. bir daqiqa. Jazdeter akamiz 15 ku yili Malibu'ni yozibdilar, 2018 yil aka. 15 kun yili debdilar. Ha. Malibu 15-yilda chiqmagan. E'tiboringlar markazga yana bitta narsa e'lon qilib qo'yaylik. Son berish to'xtatildi. Tezlashamiz, son berish A-bozor YouTube kanaliga o'tib, sonlarni ketma-ketligi to'g'ri topgan birinchi ishtirokchiga bizani A-bozordan sovg'amiz bor, kichkinagina bo'lsa ham. Xo'p, ushbu avtomobil haqida ma'lumot bersak, bu avtomobil yap-yangi. Mutlaqo yap-yangi, ideal holatda, chunki o'zim reklama qilganman deb bilaman. Yo'q,